Petropalas mehmonxonasi qayta ish boshladi. 2008-yil. 2008-yil Toshkentga qaytib, men uni qurganman, u gostinitsani. U sizni biznesingiz, Jaja Bo'roniki emas. Yo'q, endi adam uchun ochib berganda-da. Ha, to есть ularning qisman urishlari bor o'tdi. Da. Lekin endi hozirgi kunda gostinitsa полностью adamga o'tib ketganlar. 56 ta nomer bor ekan. 50 ta nomer va ikkita katta kvartira, 500 kvadrat. 500 kvadrat bitta kvartira, 500 kvadrat ikkinchi. Kim yashaydi kvartirada? O'sha yerda hech kim yashamayapti hozir. Qancha pul olib kelar ekan endi примерно gostinitsa? To'g'risini aytsam, men hozir sizga hech qanaqa ma'lumot bera olmayman, chunki necha yil bo'ldi mana adamga o'tib ketgan uni. Точно ma'lumot emas, endi примерно o'sha sizga tegishli bo'lganda. Endi u paytda 250 ming dollar topardim bir oyda. Gostinitsada. Da, hozir esa 50 ming 60 ming olib keladi. 250 ming dollar o'sha paytda nimaga keladi? Chunki meni nomerlarim o'tdi kamida 250 dollar, 300 dollar bo'lardi u paytlar. Da. Juda qimmat gostinitsa bo'lgan. Unda ko'p emas-ku. Конечно, umuman 3 yulduzli gostinitsalar 2008-yil bo'lmagan. Bekses bo'lgan. Nakiga ichan qoladigan gostinitsa bo'ladi. Imena gostinitsa bo'ldi, boshqa hech qanaqa gostinitsalar yo'q edi. Hozir esa har 2-3 uylar nakiga yana gostinitsa, yana 2-3 ta uy yana gostinitsa. Bitta bizani faqat mahallamizda menimcha 15 ta gostinitsa bor.